Onajon, men ulgurib qolish xohlayman. Sizga ichimda, qalbimda bor bo'lgan gaplarni aytib qolishga. Oilada erkatoy bo'lsam ham, lekin erkatoyda hech qachon his qilmaganman o'zimni. Kenja farzand bo'lishimga qaramasdan mas'uliyatni his qilib kelganman hayotim davomida. Ba'zida past baland gapirgan bo'lsam, sizdan kechirim so'rayman. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim umringiz uzun bo'lsin. Siz hayot ekansiz. Siz bilan biz yoki o'sha diydor mahsharga qoladigan kunlarda ham bilingki, siz bir umr meni qalbimdasiz, bolalarimga o'rnak bo'ladigan onasiz. Bilingki, что men sizni haqiqatda yaxshi ko'raman. Chin qalbimdan. Sizni ozgina qatingizgadir nimadir xas kiradigan bo'lsa, men hamma narsani tashlab sizni oldingizga yuguradigan insonman. Chunki men uchun eng qadrli insonim siz. Zanim o'sha katta hajlarga olib bording. Eng katta baxt bizga ana shu katta hajlarga borib keldik. Alhamdulillah, yetkazganiga shukr. Alloh sababchi qilib qo'yganiga shukr. Eng katta baxt. Alhamdulillah.